Zo'r bo'ldi. Bu nima, bu pizzami? Ha, tushlikka buyurtma qildik. Hozir massa qilib yeymiz hammamiz. Buni tez oshxonaga olib kirib, idishni yo'qotinglar. Nimaga Murod aka? Nimaga? Aytdimmi, tez qilinglar bo'ldi. Hozir oyim buni zakaz qilganinglarni ko'rsa, jahllari chiqadi. Oyjon pizzani yoqtirmaydilarmi? Mansur aka ularga yoqadi degandilar-ku. Tez oshxonaga olib kirib aytganini qilinglar bo'ldi. Hozir oyim chiqib qolsa, mazza qilib yeysizlar keyin. Bo'linglar, tez kiringlar, men Mansurni chaqirib chiqaman. Bo'linglar. Tez. Yeymiz baribir. Yeymiz. Kunamiz ketdi-ey. Oyjon kelyaptilar. Oy. Mana. Bo'ldi. Ha, kelin poshshalarim, nimalar qilyapsizlar? Xormanglar. Haligi pizza. Voy, pizzami? Muncha yaxshi. Voy, bu anu reklamadigiga o'xshaydi-ya. Hidi ham zo'r chiqyapti. Tushlikka tayyorladik-da, oyjon. Ha, qo'linglar dard ko'rmasin. Nechta bundan? 3ta. 3ta? Ha. 3ta kam. Ha, yana 3ta tayyorlaylar. Bularni issig'ida opajoninglarga jo'natib yuboraman. Bitta idishga solib beringlar. Ikkitasi opajoninglarga. Bittasi qo'shnimizga. Ha, kelinlarim pishirgan deb bering, ha? Oyjon balki shu issig'ida bittasini o'zimiz yeb olarmiz. Voy, yana tayyorlab yurasizlar, ana o'shani issig'ida yeymiz-da hammamiz. Bular sovumasdan qizimga jo'nataman. Sizlar harakatinglarni qilinglar, yana 3ta qilinglar. Ha, baraka topkir kelin poshshalarim, ha? Ha, Ovsinjon. Pizza tayyorlashni bilasizmi o'zi? Yo'q, bilmayman.